kerakli belgilarni o'rnatilmaganligi sababli haydovchi o'zi bilmagan holatda qarama-qarshidan chiqib ketyapti. Bu haydovchiga bazaviy hisoblashni 10 baravari jarima kelyapti. Bu chorahaga e'tibor bersanglar, boshqa chorahaga nisbatan farq qiladi. Kim bu chorahani biladiganlar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiringlar va qaranglar. Bu yerda qanaqa belgini o'rnatish kerak? Bu yerda mana to'siqni o'rndan aylanib o'tishga belgi qo'yilgan. Yaxshi, yana ham to'liq va tushunarli bo'lish uchun bizga qaratib kirish taqiqlangan belgini qo'yish kerak. Biz kelamiz, kira olmas ekanmiz bu yerga deymiz. Qidirish boshlaymiz, qanaqa bizdan yo'lalish. Qarasa to'siqni o'rndan aylanib o'tirgan belgi turibdi. Bo'ldi. Keling, sekin o'rndan aylanib ketishni boshlaymiz. Bu yoq tomonga e'tibor bersanglar, umuman belgilar qo'yilmagan. Qorong'i vaqtda va yetarli ko'rmagan sharoitda haydovchi chizuvga e'tibor bermaydi, ko'rmaydi yaxshi. Endi bu yerga kichkinagina qilib bardurchi to'siq qilib, mana shu yerga to'siqni o'rndan aylanib o'tgan belgini qo'yadigan bo'lsa, yana ham yaxshi. Yana ham to'liq bo'lish uchun bu yoqqa ham tepaga qaratib kirish mumkin emas degan belgini qo'yadigan bo'lsa, bu yoqda kelgan haydovchi men kira olmas ekanman bu yerga, sekin to'siqni o'rndan aylanib ketishni boshlaydi. Hurmatli mutasaddi tashkilotlar, shu narsaga e'tibor berib to'liq qilib qo'yadigan bo'lsanglar, avval holatdan ham kamayadi. Yo'l transport hodisalari ham bo'lmaydi. Bizani kuzatishda davom etinglar. Videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'ying. Qoidalarga rioya qiling.